Siz ham bulutli, yomg'irli havoda charchagan, uyqusiragan, ma'yus bo'lib qolasizmi? Shu payt ummonni qo'shig'i bo'lsa-da, yig'lab bo'lsang maza qilib, tabiat ham seni podдержка qilib turadi. Ana endi yig'la. Stop, yig'lashga vaqt yo'q. Xo'sh, nega bulutli kunlarda zaryadimiz o'chib, yig'loqi, ishyoqmas bo'lib qolamiz? Birinchi sababi, quyosh nuri yo'qligi uchun tanamizda serotonin va melatonin gormonlari kamayadi. Ikkinchi sabab, bulutli havoda havo zichligi pasayib, kislorod miqdori kamayadi. Kislorod yetishmovchiligi esa bosh og'rig'i, suyaklar og'rig'iga sabab bo'ladi. Ikkinchi sabab psixologik sabab. Yorug'lik bo'lmagan joyda inson rang-baranglikni ko'ra olmaydi va o'z-o'zidan emotsional tushkunlikka tushib qoladi. Bulutli kunlarda doim tetik bo'lishingiz uchun asalli, limonli choy iching va baliq va sut mahsulotlarini iste'mol qiling. Sizni faqat osh va shashlik uchun atalgan piyozlar yig'latsin.